shu petim izdireksiz yo'qolib ketgan degandek aholilarni nuqliq ziyorat qilish orqali biz izlamoqchi bo'lgan shu ismini va laqimi va odamning kim ekanligini shu usul orqali tepib bekitdik. Mana mushundaq japolik jarayonlar orqali to'plangan dalil isbotlar Aziz Islom guruhidagilarning, jumladan Aziz Islomning qanday taraqqiy qilganligini, qanday qonunsiz qilmishlar bilan shug'ullanganligini isbotlab berdi. Buni qo'shinning kengashiga ergishib, buni boshqa bir jinoyatlarni shakllandi. Masalan, buning jarayonida o'g'irlik qilish, bulanchilik qilish, o'zi bu kon qimor o'yin tashkillash uni elib bordi. Ana kun bolalar kunlik vazifa berildi bular. Dastlabda 500 so'm, 1000 so'm, keyin vaqtning o'tishiga ergishib, bolalar sal bir tajriba ko'rgandan keyin 3000, 5000 ga yetadi vazifasi. Bu vazifasini o'rlanmagan kim bolalarni uning qaysi jazolaydi. Putqolni chaqirgan, tomoq yoqadigan, pichoqli tiladigan, bu zaxmlantirish jinoyat bo'ldi. Aziz Islom bu zo'migarlikni ichki o'lkalarda emas, kuchaga qaytib kelgandan keyin to'xtatgani yo'q. Razvedchiklar u va uning oilasidagilarning kuchadagi ta'siri haqida nurg'un ahvollarni egalladi. Bu 2004-yilda bu Aziz Islom ishkirini qaytib keldi. Endi bu nurg'un pul topgandan keyin bu o'zi bevosita yerda kontrol qilmay, qo'mondonlik qilmay, kuchaga qaytib kelib, bu topgan pullarni mablag' silib, shu kuchada bozor, restoran ichib, savdogarning salohiyati bilan bu ayol ishilib bordi. Lekin bu mayli bu Aziz bo'lsin, bunun balları olsun, kuchadimi nayt uning ta'siri kuchli. Qilaman degan ishni asosiyatdan xodek shunday ta'sir kuch qilib. Shuni masalan haqni urib soqilgan, yani nurg'un shu kuchada biz tekshirish jarayonida nurg'un fuqarolar bizga shu vaqt kuchadiki ba'zan qilmishlarimizga so'zlab berdi. Masalan bunun bolasi bir libadaymiz Tanzxondan. Kirib bu balası kirib masalan uch to'rt og'irlar kirsa, qolgan u yerdagi me'morlar o'tirib tanz o'ynayman. Shu balası o'ynab va yerib chiqatgandan keyin ananiki qolgan me'morlar ananiki o'tirib o'ynaydi. Mush darajada tekshirishda mush darajaga kelganligini. Endi to'rni yig'idigan vaqt keldi. Maxsus Dilo guruhisidagi xodimlar Aziz Islom va uning guruhidagi boshqa barliq a'zolarni tutish qatlandi. Aziz Islom o'zining tutilganligini bilib qochgan bo'lsa-mu, ko'rinadi qo'lga tushdi. Guruhdagi boshqa a'zolar bo'lsa, Kucha Aqsu tavasida qo'lga tushdi. Bu ketimda tutish harakatida Delog chetishlik jinoyat gumondori 63 nafar bo'lib, qo'lga ilinigini 43 nafar. Kepilga berilgani 7 nafar. Başka jinoyat bilan turmada jazo o'tayotgani 8 nafar. Qo'lga ilingan jinoyat gumondarlari ichida Aziz Islom, Mo'ydin Islom, Abdukim Islom, Atikem Imin, Aziz Islomning ayoli. Niyoz Imin, Azizning tog'isi. Abdurahmon Ismoil, Azizning navri inisi. Aysa Aziz, Eli Aziz, Azizning o'g'illari. Tahir Nayub, Seyit Rahman, Erkin Qurban, To'xti Qurban qatorliq guruhning g'olliq a'zolari bor edi. Buni odatdagi yakki jinoyat usuli emas, buni shu 294-modda bo'yicha buni qori jamiyat tusini olgan jinoyat tashkiloti deb mushu bo'yicha ishlaymiz. Buningki 4 xil shartini bu hozirlaydi. Shuningda buning odamning a'zob butun odamning hammasi vazifasi aniq bo'ladi. Buning qo'l bir mo'j odamlar bor. Masalan, oshpazdan tortib shofir deganimizda atdigan bolalarni bozorga chiqib qo'ydi. Keşteplik bizlik iş çıkıp düşkendek. Vaqt düştükken vaqt olsa o şoför berip ekildi ballarını. Bu aşpaz vaqtı tamak ettirdi. Maliyani bir sıvaş kurdu. Ondan keyin gap almagan, vazifasini o'rlamagan ballarni
buni jazolaydigan, yani urib, bu chaqirgan bo'lsa, u ayrim bo'ladi. Buning bu vazifalar ayrimli adam o'zi kuchli vazifasi. Tekshirishda bu guruhning a'zolari 151 xildan ortiq jinoiy ishlar delosi sodir qilgan bo'lib, buning ichida qora jamiyat tusini olgan tashkilotni tashkillash, rahbarlik qilish, qatnashish delosi bir parcha, bolalar setish delosi 40 parcha, quramiga yetmaganlarga jinoyat usulini o'rgatish jinoyati delosi 36 parcha, boshqalarni zaxmlantirib o'lishiga sababchi bo'lish jinoyati delosi bir parcha, qimor so'rini tashkillash jinoyati delosi bir parcha, qonunsiz qamash jinoyati delosi bir parcha, qasddan zaxmlantirish jinoyati delosi 4 parcha, quramiga yetmaganlarni jamiyat amonligini boshqarishga xilof qilishga tashkillash jinoyati delosi 4 parcha, qahti so'qti qilish jinoyati delosi 1 parcha, o'ktamlik qilib chatoq terish jinoyati delosi 1 parcha ekanligi aniqlandi. Bu qadimgi tutish harakati qalbilik elib berildi. Ammo ba'zi o'ng'ushsizliklarmi yo'q emas albatta. Bo'libmi jinoyat gumondori Mo'ydin Islom undaq oson qo'lga tushmadi. Atdiganda chiqib ketgan razvedchiklar kech soat 10 da uni tutib keldi. Baş cinayetini tutuşta biz bu hareketini məxfi ifadə qandı. Ayam deyilib ötkəndək bununki təsirlər fəvqəladə çoğ bolğaçqa bunun jipiş yetkizib qoyuş ihtimali buldu. Şuna biz bunu aldın pişallab bunu hareketini düzəltdik. Düzəltib qoyğandan keyin baş cinayet Aziz İslamni tutduq. Tutqandan keyin başqa şaykılarını bir-birlab etmədi. Tutuş ifadə. Bu jarayonda hamda Aziz İslamniki aks bolğan Mo'ydin Islom bu qichib ketdi. Biz İslam tutup bir aygacha bunun jipishmamdi. Keyin boshqa jipishlar boshqalar ta'minlagandan keyin buni biz Kucha bozorga 300 kilometr keladigan bir tog'likda balig'ini bayqadik hamda berib biz buni tutishib oldik. Maxsus delo gruppasidagi xodimlar Mo'ydin Islomni tutish uchun 300 kilometr yo'lni besib, Mo'ydin Islom yoshurni olgan tog'liq rayonda Mo'ydinni topgan bo'lsa-mu, bir necha razvedchikning zaxmlanishini keltirib chiqadi. Basak bu tağının bir kaptıldı bir malçılarınki qotunga uçurmagan ekan. Biz o yerda minib mashina yerim yo'lga borgandan keyin tog' yo'l bo'lg'achqa o'tolmadi. O'tolmay biz kechida 15 kilometr 20 kilometrlarda piyada taqiyamiz chiqdik. Bu jarayonda nurg'un yo'ldoshlar jafo tortdi. Taq chiqish jarayonida kechida bo'lg'achqa biz bir necha odam zaxmlangan bo'ldi, tog'dan telib tushib ketib tutish jarayonida. Buni o'ngishli keyin tutib qaytirib keldik. Ama biz zaxmlangan ahvol bor ekan. Men o'sha vaqtida tog'dan selib chiqib putim qarilib ketgan. To'g'ri. Shu yerda tog'dan selib chiqib putimni zaxmlantirib olgan. 10 necha kundek tangdirib saqaydi. Mana bu buyumlar Aziz İslam tutulgandan keyin qo'lga tushgan zang mallar edi. Bular bo'lsa Aziz Abdukimlar tutulgandan keyin qo'lga tushgan mashinalar. Sizlar ko'rayotgan esil bezalgan bu 4 qavatlik restoranmi Aziz İslamning bo'lib, texi tijorat boshlamayla pechatlandi. Bu Kucha nahisinin Avat Piyadlar ko'chasiga joylashgan restoran edi. U mushu restoranning bezilishi uchunla 4 million yuandan ortiq pul xarjlagan. Ammo bezash ustullarining ish haqini bermagan. Sizlar ko'rayotgan bu qo'tanmi Aziz Islomga tava bo'lib, nasllik kalalar, bug'a, ot bo'lib, har xil hayvon bor. Uningdan boshqa Aziz Kucha nahisinin Alqag'u bozori, Chimen bozori, Ishxila bozori qatorliq joylarda savdo bozori va baxmichilik maydoni ochgan. Kucha nahisida uning yana 430 mo'liq beg'i bor bo'lib, ayni vaqtda yer boshqarish xodimlari Aziz Islomning ko'lamdan ortiq yer egilib olgan qilmishini cheklaganda tahdid uchirgan. Yuqorqilar Aziz Islomning atalmış Kucha nahisi tiklagan egilikleri. Endi biz tövəndəki rəsmli ko'rinishlar orqali Aziz Islomning
portretidagi taraqqiyotni ko'rib boqaylik. Xo'sh, undaqda Aziz Islomning buncha olay yo'g'nab ketishidagi sabab zodi nada? U buncha olay ko'p mablag'ni qandoq topgan? Qandoq razil vositalar bilan topgan? Biz oldi bilan Aziz Islomning qisqacha tarjimonini birlikda ko'rib boqaylik. Aziz Islom laqimi Changa 1970-yili 7-oyning 17-kuni tug'ilgan. Bu yil 43 yosh. Kucha noyisi Alqag'u bozori Changa kentidan. Ilgari jazolanmagan. 2011-yili 8-oyning 19-kuni Korli shahrida tutilib, shu yili 8-oyning 20-kuni Aqsu shaharlik JX idorasi tomonidan qonun bo'yicha to'xtatib qo'yilgan. 9-oyning 27-kuni Aqsu shaharlik xalq taftish mahkamasining tasdiqi bilan qo'lga olingan. Tashqi ko'rinish jihatdan shuncha vala taraqqiyotlarni barliqqa keltirgan bu katta xo'jayin bugungi kunda o'zini turmada ko'rishni xiyoliga keltirib boqmagan bo'ldi. Uning bu reallikni qabul qilishimi kelmaydi albatta. Qani biz uning bayonlariga quloq solib boqaylik. Men unda nurg'un jutga men nurg'un pul kelgan. Men unda o'g'lal emas. Oshxona ochganlar meniki invam var ya da bo'lmasa meniki unda bo'lmasa paysolar kirib, ya bir go'ng'aga kirib qolgan, unda go'ng'adim nechil tudim, chansadim nechil tudim. Unda ishtirim yo'q. Acaba o shikirda yurgan mezgillarda faqatla oshxona ichib beyib ketganmi? Buningda hech qanday jinoyat yo'qmidi? 91-yilda ko'ylar kirib, uya kirib, men o shikir kirdim. Shikir kirib kavobchi qildim. Kavobchi qilib yurib, undan keyin azbas qimragan joyga qoldim. Qima o'yndim. Undan keyin chansa berib oshxona ochdim. Undan keyin bir balni ko'ylarga kirgan yerim bor. Shikirga kirgan 98-yili. Bo'lgan tarixim. Undan keyin shu Ganjolda turdim. Shu qimroyindim, bir balni ham shu ko'ylarga kirib o'g'illikni boshqa birisi o'tib, bir balni o'g'illik deb qo'yganlar bir jinoyatim bor. Bir ham qimroynab birisidan 100 ming ko'y, qimroynab qazab qo'yib pulni bermay, pulni berib 100 ming ko'y tutib akilib 100 ming ko'y ag'ayirim bor. Boshqa jinoyat yo'q menda. Undaqda shuncha vala ko'p ota-onalar ularning farzandini kimning qo'lida xorlandi? Kimning dastidan yuragi lahta-lahta qon bo'ldi? O bu qilmishlarga nima der? Unda bir balni chiqarmadi, so'roqatimdan bor. Men degan ochiqimdan aydan dedim, shu baldan ham 100 kilometrligimni, men shu so'roqatimdan so'roqqa vaqtimda. Shu balni qanchalik men bedan bo'z to'laydiganligimni. Men bo'lmasa bundan boshqa bir odamni bir odamni bolasang, shu Shinjongdan ko'lga kirib, unda qilib qadam. U yana o'zining yurtida qonunli tijorat bilan shug'ullanayotganligini aytib, mundaq deydi. Xalqning degan gaplarlar meni nomim bo'lganligi uchun bir Changa degan nomim bilan kesib ketgan men shirkat qurdim. Hatto necha yil boqimchilik qildim. Kucha noisini sut ta'minladim, go'sht ta'minladim. Mening ma nurg'un maktabga yancha yatarib ketgan yerga nurg'un tulg'uto jitimog'ini baqa yerim bor, nurg'un yo'l qurilishga yordam qilganim bor. Uni hech qanday ko'rsatmadi. Mush pullar nedir topgan? Mashg'ul tijorat topgan, meni oshxona ichib topgan. Demak, men xalqqa 100 kilometrdek, masalan, kucha xalqiga 100 kilometrdek ishim yo'q. Unda ishim yo'q mening. Men kucha xalqi 100 kilometrdek unda ishim yo'q. Uning gapidan qaraganda bu katta xo'jayinga uval qilinganda qilamdi u qandaq. Biroq paket hammadan ustun turadi. Uning ichki o'lkiradi deb bo'lgan askiliklari bu munozir talab qilmaydigan haqiqat. Qani u Po'latdek paket oldidimi, yana mushunda bildirlarmi? Uning mana shu paketlar oldida pozitsiyasi qanday bo'ladi? Biz programmamizning keyingi sonida bu vaqtda davomli to'xtalamiz. Shunga programmamizning keyingi sonini ko'rishni unutib qolmaysizlar. Kucha noyisida Aziz Changa desa to'nimaydigan odam yo'q. Undaqda siz Aziz Changaning qanday odamligini bilamsiz? Uning qanchilgan oilalarni, qanchilgan bolalarni mangulik azobga qo'yganligini bilamsiz?
Aziz Chang'ı başçılığındaki Qar Cemiyet tüzümü alğan təşkilatının qılmışlarını bilməkçi bolsanız, qanun və qura proqramımızga diqqət qılaysiz. Boshqa deb iziqtirib akirgan bolamiz ota-onasi qilgan nurg'unlarni qaytirib bergan. Dastlabda Ezchanga kichik vaqtimda aldab ichib ketgan. Yaqlamas qilib qo'ydi bu balni. Beshi Ezchanga, oxirisi Rahmonjonga. Ba'zilarni bu o'tiriblar, sen ma'nonlar to'y qilsa, sen ma'ni olsa, sen ani tegsa deblar. Shu yerda naq maydonda dika o'qib, real qilib qo'ydi. Əşli bu münafıq. Bək yaman dərd tutdu münafıqlar. Programmamızın bugünkü qismi müşahede akıllaştı. Kiləsanını görüşeyle. Xeyr xoş.